Bu PMSmi yoki gormonal fonning buzilishimi? Qanday bilish mumkin? PMS ya'ni perimenstrual sindrom deymiz yoki hayz oldi sindromi deymiz. U o'zi normada bu narsa o'zi umuman bo'lishi kerak emas. Ya'ni hayz kelishdan oldin PMS bo'lmasligi kerak. Ya'ni norma. Ayol kishi hayz kelayotganini ham bilmay qolishi kerak, ketayotganini ham. Ya'ni yotib olib, buklanib yotishlar, mazasi bo'lmasdan dori ichish, hattoki vrachgacha borish holatlarini bo'lishi demak aniq gormonal buzilish borligidan dalolat beradi. Lekin shu o'rinda aytaman, bunaqa holatlarda gormon berishdan oldin o'sha gormonlarga ta'sir qiluvchi moddalarni berishimiz kerak. PMS holatida eng birinchi bunaqa holatlarda yaxshi ta'sir qiladigan narsa bu magniy. Ya'ni prosta magniy elementining yetishmasligi ham PMS holatiga sabab bo'lishi mumkin. O'zidan o'zingiz ichsangiz bo'ladimi yoki shifokorga murojaat qilib so'rash shartmi? Magniyni biz har doim aytamiz, magniy hamma uchun muhim element. Shifokorga bitta magniy uchun murojaat qilish shart emas deb hisoblayman. Magniy ichish shart, hamma ichish kerak. Ayniqsa PMS borlar kamida hayzning ikkinchi siklida, ya'ni PMSdan 10 kuncha oldin magniyni 600 mg sutkasiga, bu degani agar magniy B6 formasida olsak, forte, magniy B6 forteda 100 mg bo'ladi. Ya'ni 6 ta magniy. Agar patsient qon bosimi past bo'lmasa, 2 ta tabletkadan 3 mahal yoki slishkom magniy ichgandan keyin holsizlanib, bosh aylanish kuchayib ketsa, kechki payt bo'lib har soatda 6 ta tabletkasini srazi ichish 10 kun davomida, ya'ni hayz kelishdan oldin, bu уже PMS holatini yaxshilashga sabab bo'ladi. Ya'ni magniydan bizda peridozirovka degan narsa kam uchraydi. Chunki magniy ko'pincha yetishmovchilikda bo'ladi. Shuning uchun bu yerda 400-600 mg hattoki vrach tavsiyasiz ham magniy ichsa bo'ladi.